Har bitta obunachi uchun bitta qopqoq, bitta samariz, bir dona chochimni oldiraman, yer ko'rlayman. Astag'firulloh. Odamlar shu darajada manqurtmi? Undan ko'ra shart chiqib turib, akajon, menga obuna bo'linglar, men mashhur bo'lmoqchiman, obunachi yig'moqchiman deb nagilit bunday to'g'risini aytib qo'yaverdi. Nima qilasan unaqa qilib, manqurtlik qilib, odam qiladigan ish emas-da. Bittasi chiqadi, bittasini olib chiqib 10 mingta layk yig'sa, 100 mingta prosmotr bo'lsa, shu ukamizga mashina sovg'a qilamiz yoki velosiped olib beramiz. 10 mingta layk yig'masdan olib bersang bo'lmaydimi? 100 mingta prosmotr bo'lmasdan olib bersang bo'lmaydimi? Maqsad ko'tarilishmi? Nima qilasan haligi odamni olib chiqib sharmanda qilib g'ururini toptab deyman-da. Iltimos, shu qiladigan ishlaringni o'ylab qilinglar, iltimos sizlardan. Odam bo'linglar. O'zlaringni hurmat qilmasalaring ham boshqalarni hurmat qilinglar, iltimos-da.